Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Urganch shahrimizda g'ishtdan qurilgan 4 qavatli binoni ikkinchi qavatida 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Bahosi 430 million so'm. Mo'ljal Urganch shahar hokimiyati. Mening bu domimizning oldi tomon ko'rinishi. Endi ikkinchi qavatga chiqdik. Har etajimizda 2 xo'jalik yashaydi. O'ng qo'limiz 2 xonali, chap qo'limiz 3 xonali. Bu kvartiramizning xonalari alohida. Orientir aytib o'tsam beda, hurmatli obunachilar, Gaydar maktab bor, keyin Hamza maktab, Agaxi lisey bor. Bir kirgan yerimiz. Doğrumuzda spalnisi. Bu domimiz, hurmatli obunachilar, silikat g'ishtdan qurilgan. Bani hojatxonalari ham alohida. Beda hojatxonasi. Issiq suv uchun 50 kolleksion ham qo'yilgan. Bir sanuzeli. Bedaning avtomat kir mashinam qoladi. Isitgich kotelimiz ening to'g'riga joylashgan. Bu xonamiz ham spalni. Bu xonamiz, hurmatli obunachilar, 3 metr 5,5 metr katta zal joy. Yana bir orientir aytib o'tsam, hurmatli obunachilar, bu yerda Urganch shahar hokimiyati bor. Chap qo'limizda Detskiy bolnisa, orqa tomonimizda Mehribon artel bor. Kuxnyamiz yana 6 metr balkonga ko'chirilgan. 2 metr 6 metr balkon. Hurmatli obunachilar, Ruslancha kanalida bu telefon nomerlarimiz ekranlarda yozilgan. 90 558 60 60, 93 740 60 00. Bemalol telefon qilaveringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.